Birinchi tuxumni oqini, sarig'idan ajratib olamiz. Undan keyin tuxumni sarig'iga ozgina kichkina choy qoshiqda un solamiz. Keyin uni aralashtiramiz. Keyin zaytun yog'idan 1 choy qoshiqda qo'shib olamiz. Keyin dro'jdan 1 choy qoshiqda qo'shib, uni ham hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Mana niqobimiz tayyor bo'ldi. Endi bu tayyor niqobni yuzga surtib chiqamiz. 10-15 daqiqadan keyin yuvib tashlaymiz. Yuzga surtib chiqdik. Ko'z atrofiga surmaymiz, chetlariga surtib chiqamiz. 15 daqiqadan keyin iliq suvda niqobni yuvib tashlaymiz.